Assalomu alaykum. Bugun sizlarga qarsillab chiqadigan ideal qatlamani retseptini beraman. Oddiygina xamir qo'rib olamiz. Xamirlarimizni zuvolachalarga bo'g'ib, tindirib qo'yamiz. U tinguncha oddiy ich yog', mol yog'ini, keyin margarin eritib olamiz ichiga surishga. Xamirlarimizni men kichkina zuvolachalar qildim, qat-qati ko'p bo'lsin deb. Xamirlarimizni birin-ketin yoyib olamiz hammasini. Mana videoda ko'rsatganman. Unchalik yuvib qayam qilib yoymaysizlar. Hammasini yoyib bir chekkaga olib qo'yamiz. Mana shunaqa buklab bir chekkaga olib qo'yamiz. Juda ham zo'r qatlama bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar. Men bu qatlamamni xamiridan somsaga ham ishlataman. Mana margarinlarni surib olamiz. Har 6 ta, 7 ta, 8 qavatdan bo'laveradi. Xohishingizga qarab qavatlarini ko'p qilaverasizlar. Xamir kichkina bo'lsa chetlarini tortib, tekislab, o'rtasida havosi bo'lsa havolarini chiqarib tashlab, surib, tekislab olamiz. Undan keyin bir chetidan mana shunaqa lentachalar kesib olamiz. Qalin ham, ingichka ham bo'lib ketmasin, o'rtacha lentachalar kesib olamiz qatlama uchun. Men bu xamirimizni yarmini somsaga olib qoldim, yarmini qatlamaga kesdim. Mana lentachalarimizni shunaqa o'zingizlarga kerakli kattalikda o'rab chiqasizlar. Katta xohlasanglar 3 ta lentani o'raysizlar. O'zingizlarga kerakli lentachalarni o'rab qatlama holiga keltirib olamiz. Juda ham qat mazali. Xohlasanglar duxovkada, xohlasanglar qovurib ustilariga shakarla sepib pishirsanglar. Mana qolgan yarimta xamirini somsa xamiri qilib o'rab qo'yaman. Morozelnikka solib qo'yaman men buni. Qatlamalarni ham morozelnikka solib ishlatsanglar juda ham yaxshi, ham sizlarni ko'p vaqtinglarni olmaydi. Mana shunaqa strichlarga o'rab, chetlarini yopib, havo kirmasligi uchun morozelnikka qo'yib qo'yaman. Xohlagan paytinglar chiqazib qo'yib ozgina oldin ishlatsanglar bo'ladi. Mana qatlamam tayyor. Yoqimli ishtaha. Tayyorlab ko'ringlar, juda ham idealni. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Retsept yoqqan bo'lsa, like, kommentariyasidan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lardim.